var mesela. Ular kandalı olduğu ve Kazakistan tarafı ve Parlament gibi karşılar mısınız? Bu dadamlar hech qachon bormagan yapam bo'lsa biroq bularning bovlari kelgan o'xshaydi. Bizda cho'ng jutlar bor. Shu g'oljat degan jut, mana shu chigarning qishiltildi. G'o'lja ko'rinib turdi deydi. Shu g'oljat degan ham cho'ng jut o'xshaydi. Dadam bir nimlar tuproqlar qarsang bir 200 yil edib o'tgan deydi. Shu yerda nima dadam yashab turgan. Mamam babam yashadi. G'oljatlikda, bizning g'oljatlik deydi. Siz o'zingizda g'oljatlik. Men g'oljatlik. Men dadam yashab turgandan keyin mumkin men babamdan qoldi bizga bu. Biz birinchi navbat tug'ilganda ishga berib qo'ygan mamamga. Shu dadam o'zi Tashkentda muallim bo'lib, universitetni bitirib, muallim bo'lib, shu Olmaotaga kelib ishlagan. Ishlaganda hadam bilan ishladi. Yo'lni undan keyin men tug'ilganda berib, g'oljatga berib, apa deyman, mamamni apa deyman. Apamni hada deyman. Sizlar mashaqlarda bu ahvol g'uljud ko'proq. Dadamni dada deyman, biroq apamni hada deyman. Mushaqcha hada deyman. Nima mamamni apa deb chiqdi. Men aytgan keyin kichiklar hammasi apa deydi. Mamamni apa deyman. 7 yoshgacha shu bolalar borni qo'lda o'sganda. U g'oljat degan jut 100% nimada Uyg'urlar. O'rislar biz ko'mgan edi. Bizning qishimizda chigar bodi. O'rislarning kimdir askarlar kelib. Shu yoqqa berib o'rislarni ko'raydik biz. Bu bo'lani chashtirib ziraqqa birinchi qada ishlab yurgan. O'risni bilmaslikda vaqtda. Uyg'urcha maktabda shu g'oljatda kelib mana shu 7 yosh vaqtda ketgan Olmaotaga. Olmaota bilan g'oljatning oraligi qanchalik? Bir 300 kilometr bor edi. Xilba. Shu ishmay 7 yosh kirganda maktab, o'rischa maktabga kirdim. Shu vaqtda men o'rischani o'qitgan. Lekin mamamdan babam chiqsa chidamay men ketganligim. Men bir yildan keyin chidamay uylarni setib o'tib, babamlar bir yildan keyin kelmadi. Uylarni setib g'oljatga Nevrimizni qishim turimizda. Ular kelgandan keyin o'sha biz nimada Avod degan u Olmaotaning qishida Avod degan jut bir 20 kilometr. Umi sap nima Uyg'urnikida 70% Uyg'ur deydi. So o'shada uyga eshakni maktabga kirgan, babamning nomida qoldi endi ustimda. Biroq opam dadamlar qishida turadi, qo'shna 13 nimni bitirib klassni ketkichi babamning qoldi. Dadam hojat o'sgan o'rischa bilmaydi, yanglishqa O'zbekistonga berib, o'zbekcha yaqin deb o'zbeklarni o'qigan. Biroq keyin ishlaganni darabini qildi, o'rischa maktabda ishlagan. Opam maktabda ishlaydi. Bizda hammasi bir maktab, 1-klassning 10-klass ishlatib bir maktab. 10-klassni shu. Ish avvalda bitirgan. 18 yoshga kirgan nimaga ketadi u bizni military armiyada 2 yillik 79-yilga ketgan armiyaga. Belarusda men armiyada bo'ldim. O'sha armiyada 2 yil, undan keyin keyin bitganda berdi, armiyani bitirdim deb University of Special Program. O'sha men Moskvaga kelib qolgan. O'sha Moskvaga kelib Timiryazev Agriculture Academy. Special Program o'tadi. Shu vaqtdami siz shu mayislarda qilishib yurgandami? Shu vaqtda men shu Sovet Unionida birinchi stem cells nimadan chashqandan chiqarib birinchi Kaymerovani qilgan shu vaqtda. Koloniya emas, birinchi qadam siz qilganda. Birinchi qadam Russiada, bo'lsa US Englandda o'sha qilgan 2 yil burun. Men o'shada birinchi qilgan Russiada 25 yil bo'lgan o'sha. Nurg'un nimalar professorlar chiqqan o'sha laboratoriyadan. O'sha Jimmy Thompson deb adam o'sha nimniki human stem cell naqan mush bizning laboratoriyadan chiqqan. Postdocni ishlatgan. O'sha Don Wolfdan. Hozir siz ishlayotgan yer o'rin laboratoriyami yoki university? Qarab baxsam research
Laboratory deganlar turadi. Bu National Primate Research Center. Onu bir 10 yıl buruncha o'zi nima deganda separate unit. Undan keyin o'sha hamma primate centerlar universitet qo'shilib ketdi. Qaysi universitet? Bizda hozir Oregon Health Science University qo'shilib, shundan keyin 7-8 research instituti bor. Shu bizda o'sha bir institut. Uni universitet hozir research qilinadi, yoki o'quvchilar qilib ta'minlaydi. Medical school o'qitadi. Biroq biz research centerda biz studentlar yo'qmiz. Ayolingizlar qanday tanishgan? Nimaga kelganda yurtida bir yil bo'ldimi, 1-2 yil bo'ldimi ishlayotganda bu Gulnurning kichapsi, keyin kichapsiniki nimasi yo'ldoshi Moskvadan Ninkapida prova. Shu yurtida universitet, Brigham Young University degan. Cho'ng universitet. Umi yurtida. Biroq u boshqa shaharda. Qirba. Biz aralashib turardik-da. Uyg'urlar bo'lgan ekan, eng yaqin Uyg'urlar shu weekendlarda berib, dangmandan yeb, bo'lsa yalnız turardi. Shu unikin o'sha Gulnur keldi-da Qozog'istondan. Shu yerda tanishib, mashhad o'ylangan. Endi shu YouTube turganda Las Vegasga berib, qishimizda Las Vegas 7-8 soat. Bu to'yimizni Qozog'istondagi urug'lik qoldirganlar. Undan keyin berib biz ashaqqa qildik to'yni. Undan keyin berib bo'lsa men Gulnurni orqasidan o'tirdim. Gulnur menikidan keyin berib tanishib, keyin cho'ng to'y emas, chaylaydi. Menga Gulnurning otlari dadlarim kelib ketdi. Men aytdim, Gulnurni kelgandirma. Bo'g'lari cho'ng Uyg'urlarning xizmatini qilgan. Shu cho'nglarning qo'lida turdingizda, shu vaqtdagi shularning tarbiyasi sizga singdirgan tarbiyasi qanday bo'lgan deb. O'qsang adam bo'lsa, yaxshi o'qsang osmon qaraymi, az o'qsang yer qaraymi deb kishi vaqtashadi. Siz uyda necha balo? 4. Mening cho'ng o'g'lim, undan keyin singlim bor Ayshem degan. Undan keyin Maysam, eng kichigi o'g'il Shavkat. Bizning hozircha bilishimiz nima? Maysam hozir MITga kirib, ashada fikrab turib ishlayotgan birdan-bir Uyg'urda, undan burun o'quvchilar kirgan deb angladik, lekin rasmiy to'liq program kirib PhD yoki undergradniki bachelor olgan o'qimaymiz, lekin bundan keyin bir soat ishlayotgan birazini o'qimaymiz-da, hozircha anglab boqmayman. Balki bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin anglab boqmadim. Shu bizning anglag'imizda hozir shu Maysam ashada ishlayotgan birinchi Uyg'urda MITga kirib, unda top researchni qilyapman. Bundan keyin siz niyada hozir top research qilyapsiz. Endi loqa sizningki qilayotgan research va tadqiqotda endi men nurg'ulg'an odamlar masalan Science-ga chiqdi, Nature-ga chiqdi, umuman butun dunyoning axborot vositalarida e'lon qilindi-da. Lekin e'lon qilgan bilan endi loqa misli aytayotgan scientific-da bu bak ilmiy nurg'ulg'an odatdagi odamlar tushunolmaydi. Masalan, kilom degan nima, stem cell degan nima, buni nega foydasi bor, qanday qil degan narsa. Shularni siz albatta oddiy qilib tushuntirib berasiz masalan. Masalan, siz nima ish qildingiz, uni nimaga foydasi bor? Bu kilom degan, kilom qilish degan zot qanday degan gapdi.